Salom do'stlar, sizlar bilan Shahbozojon. Bugungi video dasturimizda kardio mashqlarini bajaramiz. Kardio mashqlarining ahamiyati jihati shundaki, 10 daqiqa davomida bajarilgan kardio mashqlar yarim soat 40 minut yugurishning o'rnini qoplaydi hamda yog'larni hamda jillarni ezishga yordam beradi. Ya'ni 5 ta mashq ko'rsataman. 5 ta mashqni 25 sekund davomida bajaramiz hamda 20 sekund davomida dam olamiz. Mana shu 5 ta mashqni o'raladi. Birinchi mashq boshlaymiz. Endi 20 sekund davomida dam olamiz hamda ikkinchi mashqimizni boshlaymiz. 20 sekund отдыхаем. Yana 20 sekund dam olamiz hamda uchinchi mashqimizni bajaramiz. Uchinchi mashqni bajarish uchun bizga pol kerak bo'ladi, ya'ni yerda bajaramiz. Mashqni ko'rsataman. Bu mashqimizni 25 daqiqa. Yani 4-chi mashqimizni bajaramiz. Kardio mashqlarni ertalab bajargan ma'qul, chunki kunduz davomida sizda yog'ni yoqish hissiyoti paydo bo'ladi, ya'ni organizm yog'larni ezib boradi. Shuning uchun ertalab bajargan ham ma'qul. 20 sekund. Yani acımanya qilib tepaga sakragan bo'lib qasirchamiz. Bu oxirgi mashqimiz bo'ladi. Ничего секунд. Давай. Сейчас, за секунду. Şu mashqlarni iloji boricha ya'ni oralni qisqartirishga harakat qilish kerak. 10 daqiqa 10 sekund davomida o'zingiz tiklaolmagan holda davom ettirib ketaversangiz ma'qul bo'ladi. Sizlar bilan Shahbozojon kanalimizni obuna bo'lib qolishingizni unutmang. Xayr.